burundan qon ketishini ko'rib chiqamiz. Burundan qon ketishi ko'pchilikda demak har doim yoki har zamonda kuzatiladigan holat hisoblanadi. Burundan qon ketishi asosiy sabablari, birinchi sababi bu burun devorining qurishi, ya'ni shilliq qavatning qurishi natijasida qon tomiri yorilishi. Bundan tashqari qon bosimini oshishi natijasida o'zini himoya qilish uchun qon tomiri o'sha burundagi kapillyarlar yorilib, qon chiqarish hisobiga davleniyani tushirishga harakat qiladi. Keyingisi bu travma. Qattiq qoqish yoki kovlash orqali travma qilinganda ham bo'ladi. Va bundan tashqari C va K vitaminlarini yetishmasligi ham burundan qon ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni qon tomirlari mustahkamligi buziladi va qon ketishiga sabab bo'ladi. Buni demak qanday davolash kerak bo'ladi? Davolash uchun qon tomirlar devorini birinchi navbatda mustahkamlab olish kerak. Buning uchun askoritin tabletkasini bittadan 3 mahal 10 kun ichiladi, 10 kun mobaynida. Keyingisi bu kalsiy glyukonat. Kalsiy glyukonat ham qon tomirlar devorini mustahkamlashda ishtirok etadi. Va albatta birinchi o'rinda o'sha lor shifokoriga murojaat qilib ko'rikdan o'tish kerak, asosiy sababini topish kerak. Ya'ni agar shamollab turgan bo'lsangiz, burun shilliq qavatlarida yallig'lanishi hisobidan qon tomirlar mo'rtligi buzilib, uning yorilishi hisobiga qon ketishi mumkin. Agar burundan qon ketayotgan bo'lsa, to'xtatish uchun birinchi navbatda o'sha hamma biladigan, hamma qiladigan ish bu burunni oldingi uchdan bir qismini yaxshilab siqib, pastga boshni egiltirish natijasida qoladi. Agar unda ham qolmaydigan bo'lsa, bu paxtani pereks vodorodga namlab olinadi va burun teshigiga tiqib to'xtatiladi. Tezda to'xtatadi, gemostat ta'sir. Xo'p, keyingisi agar qon ketishi uzoq vaqt to'xtamasa, ko'p ketayotgan bo'lsa, albatta lor shifokoriga murojaat qilish kerak va lor shifokori koagulyator yordamida koagulyatsiya qilinadi. Bu jarayon juda ham tez bo'ladi. Ya'ni o'sha yorilgan qon tomirini koagulyatsiya qilib yamab qo'yadi, ya'ni yopib qo'yadi. Bundan natijasida qon ketishi to'xtaydi. Va albatta laboratoriyada qon uvichanligini tekshirish kerak. Agar qon juda ham suyuq bo'lib ketgan bo'lsa, qon ivish omillari ishlamayotgan bo'lsa ham qon uvichanligi o'zgarib, kapillyarlar yorilib, burundan qon ketish bilan belgi beradi, ya'ni xarakterlanadi.